Arzon narx podpischilarimiz uchun вообще zo'r narxda Malibu 2 XL mashinamiz bor do'stlar. Mashinamizning narxi вообще zo'r narxda bo'ladi. Mashinamizni polniy obzor etib o'tamiz do'stlar. Mashinamiz 2023-yilning oxirida avtosalondan olib chiqilgan 419 million qanchadir to'lov etib olingan izam bor. 419 millionlik pozitsiyasi. Mashinaning salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Görüşeceğiz mümkün. Şu matı yudurttu. Rollarla görüşeceğiz mümkün. Sidenler ham o'zingiz görüp bakar beraber dostlar. Eldeki sidenler ham sastanası zor. Hem görüşeceğiz mümkün. Arka kısımlar ham zor holatda. Maşinamızın kurgu, tonirovka 10 ay bor dostlar. Xullas mashinamiz haydashga tayyor. Arka kısımlardan ko'rsatib o'tamiz. Matı yudurttu. O'zingiz ko'raverasiz dostlar. Mashinamizni bizani podpischilarimiz uchun, arzonlar podpischilar uchun 419 millionlik pozitsiya XL 2023-24 bo'lgan Malibu 2mizni bizani arzonlar podpischilarimizga 342 million so'm bo'lsa beramiz. Pasta nomer qo'yamiz. Mashina klassikasi absolutno 100% radnoy. Chaqqa miyatina uning ko'ngilni xira-xiradan yerlar ham yo'q do'stlar. Hamma yeri ideal, sostana zo'r. Bayan boshqa qismlardan ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Like bosib qo'ysa, xudo xolasa bundan ham arzon narxdagi mashinalarni ko'rishga davom etamiz.